va juda yaxshi kayfiyatga ega bo'lgan Najimov. Najimov ham o'z jangini, bu yarim finalni yaxshi kayfiyatda o'tkazdi. Demak, jang boshlandi. Low kick. Sanaboyevdan Najimov. Esa himoyalanishi kerak. Imkon berish kerak emas. Nima bo'ldi? Vaqt yakuniga yetibdi. Ha. Vaqt yakuniga yetdi. Qo'lini ko'taryapti Qizilburchakdagi sportchi va menimcha haqli ravishda Najimov chunki faolroq hujumda bo'ldi. Takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Fursat o'zining murabbiy bilan, ajoyib jangchimiz bilan birgalikda chiqib ketmoqda.